2005-yil bir bola bilan gaplashib qoldim. Oilada ikkita farzand ekan, bir o'g'il, bir qiz ekan. Boyagi bola aytadi, aka ertadan keyin Rossiyaga ketyapman, deyapti. Rossiyaga ketayotganimda ota-onam bilmaydi, ota-onamdan yashirincha ketyapman. Ota-onamga aytsam meni qo'ymaydi Rossiyaga, deyapti. Biletini olib qo'ygan ekan, ertadan keyin ketar ekanda. Boyagi bolaga senga zarilma o'zingni qiynab, Rossiya o'yin emas senga, borma, nima qilasan? Ota-onangni xavotirga qo'yib desam, boyagi bola bormasam bo'lmaydi. Bir uy-joy qurishim kerak aka, uylanmasim turib, deyapti. Boyagi bolaga savol berdim. Uka, nima hozir ijarada yashaysizlarmi? Kvartirada turasizlarmi? Uylaring yo'qmi desam, boyagi bola Allohga shukr aka, uyimiz bor. Dadam hamma sharoitlarni chotki qilib bir uy qurib qo'ygan. O'sha uyda yashaymiz dedi. Boyagi bolaga nima qilasan unda? Senga Rossiya havasmi dedim. Boyagi bola yo'q aka, menga havas emas. Bilaman, u yerda menga oson bo'lmaydi, lekin borib uylanmasim turib bir uy-joy qurmasam bo'lmaydi. Meni bitta opam bor. Meni na ukam, na akam, na singlim yo'q meni poddeshga qiladigan. Bitta jigarim bor. O'sha opamni biz 1-2 yil oldin bir oilaga turmushga berdik. Opamni peshonasiga yozilgan qismat shu ekan, hayoti o'xshamadi, uyga ajrashib keldi.